Meliqo'ziyevda yana nokaut. 22 fevralga o'tar kechasi o'zbekistonlik 29 yoshli bokschi Bektemir Meliqo'ziyev ganalik 34 yoshli Sena Agbekoga qarshi ringga ko'tarildi. AQShning Las-Vegas shahridagi professional boks oqshomi doirasidagi ushbu jang 7-raundda texnik nokaut bilan yakunlandi. Meliqo'ziyev ilk daqiqalardan tashabbusni qo'lga oldi. U maydon markazini nazorat qildi va chap qo'lida muntazam ravishda zarbalar yo'lladi. Agbeko bittalik kuchli zarbalar bilan javob qaytarishga urindi, ammo unga tezlik va aniqlik yetishmadi. Jang o'rtalarida kelib ringda o'zbekistonlik bokschining ustunligi yaqqol ko'zga tashlana boshlandi. Meliqo'ziyev korpus qismiga tinimsiz zarbalar yo'llash orqali raqibini holdan to'ydirdi va bosimni oshirdi. 7-raundda esa Meliqo'ziyev chap qo'lga aniq zarba yo'llab, ganalik bokschini polga qulatdi. Referi esa texnik nokaut qayd etdi.